Raya mashhurlarning tanlovi hozir bizni qishloqda Yakkatutda Murod aka mashhur bo'laman deyapsiz. Mana Rayadan iching, oling. Necha sekundda ichib olasiz? 10 sekund. To'xtang, ochmay turing. Yana bitta olamiz. Mana asl shoqqa. Qaranglar, to'xtab turing. Sekundda bosaman, 10 sekundda ichib olsalaring, kim birinchi bo'lsa mashhur bo'ladi. Bo'ldi. Bloger bo'ladi. To'xtab turing. Ochib olamizmi yoki Yo'q. ochamiz? 1, 2, 3 ketdi. Bo'ling. Bizlar mashhur chiqamiz. O'ziga qarang. Ye. 6 sekund, 7 sekund. 9 sekund. 10, 11. Halol opa, nechta raya bor? Ye. Sirobgarchilik rayada. Do'stlar, kimni marjinaxonasi bo'lsa, bemalol mana shu rayadan olib chiqib qo'ysalaring mana. Ichi bo'pti. Qalay ekan ta'mi? Zo'r. Zo'rmi? Gap bo'lishi mumkin. Kim mashhur bo'ldi? Mana Do'stlar, mashhur bo'lganga nima endi? ha? Yutganga. Mashhur bo'lganga tekin suv. Turinglar do'stlar, raya ichganlar bormi mana? O'zimizning Andijondan milliy brend, ta'mi haqiqatan ham ko'rdingizmi? Haqiqatan ham zo'r, ajoyib. Qanaqa turlilari bor? Qanaqa turlari bor? Limonlik, anorlik, Mohitoliga chiqqan mana do'stlar. Har xil Qaysi trend? Siz qaysi biridan ichib ko'rgansiz? Komment yozib ketinglar. Men hali ham 1 minut sanayapti. Vallahi.